Nima uchun burun operatsiyasida o'lim xavfi mavjud? Burun operatsiyalari rinoplastika nisbatan oddiy jarrohlik ko'rinishi bo'lishiga qaramay, ba'zi hollarda xavf mavjud. Sabablari quyidagilardan iborat. Anesteziya bilan bog'liq xavf. Burun operatsiyasi ko'pincha umumiy behushlik ostida amalga oshiriladi. Yurak qon tomir kasalliklari yoki allergik reaksiyalar natijasida bemor anesteziyaga og'ir javob berishi mumkin. Qon ketishi va tomir shikastlanishi. Burun anatomiyasi juda nozik bo'lib, ko'plab kichik va katta qon tomirlari mavjud. Qon ketishini nazorat qilmaslik gipovolemiya, qon hajmining kamayishi va oksigen yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Shifokor tajribasi. Tajribasiz jarrohlar xavfni sezilarli darajada oshiradi. Anatomiyani noto'g'ri baholash yoki asbob bilan xato ishlash jiddiy asoratlar keltirib chiqarishi mumkin. Bemorning asosiy kasalliklari yurak kasalligi, qon bosimi, diabet, qon ivish buzilishi kabi muammolar operatsiya xavfini oshiradi. Oldindan to'liq tibbiy tekshiruv o'tkazilmasa, asoratlar ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun operatsiyani malakali va tajribali jarroh bajarishiga ishonch hosil qiling. Oldindan to'liq tibbiy tekshiruvlardan o'ting. Operatsiya davomida anesteziolog nazorati bo'lishi zarur. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.